O'zbekistonda anomal issiq sharoitida elektr tarmoqlarida bir qancha muammolar yuzaga kelyapti. Mana shunday vaziyatlarda quyosh elektransiya, ayniqsa gibrid quyosh elektransiya o'rnatgan yurtdoshlarimiz hech qanday anomal issiq sharoitida ham elektrsiz o'tirishgani yo'q, ya'ni doimiy xonadonda elektr mavjud. Bugun bu haqda emas, bugun on-grid yoki gibrid quyosh elektransiyalarni 20% arzonroq narxda, ya'ni 20% subsidiya asosida o'rnatish haqida gaplashamiz. Videoni bir necha qismlarga bo'lamiz. Bugun ushbu subsidiya qanday va kimlar uchun va qanday hujjatlar talab qilinadi, mana shu haqida gaplashib o'tamiz. Assalomu alaykum. Videoni oxirigacha ko'ring va 20% subsidiyani olish haqida barcha ma'lumotlarga ega bo'ling. Demak, 20% subsidiya kim tomonidan beriladi? 20% subsidiyaga quyosh elektransiya o'rnatgan yurtdoshlarimiz keyinchalik ushbu to'lovni qaytarib beradimi? Mana shunday savollar bizning subsidiya haqidagi videolarimiz ostida juda ham ko'p keladi va yoziladi. Keling endi bilib olamiz, o'zi subsidiya nima? Subsidiya bu qaytarib berilmaslik sharti bilan beriladigan moliyaviy ko'mak yoki yordam hisoblanadi. Energiya samaradorligi milliy agentligining dasturi bo'yicha aholi o'z xonadonlariga o'z mablag'lari hisobidan quyosh elektransiya o'rnatgan taqdirda umumiy xarajatlarning 20% ushbu agentlik tomonidan, ya'ni Energiya samaradorligi milliy agentligi tomonidan qoplanadi. Buning uchun asosiy talab esa quyidagicha. Asosiy talab sizda ushbu xonadonga quyosh elektransiya o'rnatish uchun kerak bo'ladigan hujjatlar bu ushbu xonadonning kadastr hujjati bo'lishi lozim va shuningdek sizda boshlang'ich to'lov bor bo'lishi kerak, ya'ni umumiy 80% boshlang'ich to'lov sizda bo'lishi lozim. Umumiy xarajatlar 20% esa dastur bo'yicha qoplab beriladi. Ushbu ko'rib turganingiz ekranlaringizda 100 dan ortiq mijozlarimizga 20% subsidiya asosida hozirgacha quyosh elektransiya o'rnatib kelmoqdamiz va ushbu jarayonlar 2 haftadan 4 haftagacha davom etadi. Buni ushbu videolarimizda tushuntirib boramiz batafsil. Subsidiyaning shakli qanday bo'ladi? Siz ushbu agentlikning platformasi ro'yxatdan o'tib, kerakli bosqichlarni bosib o'tganingizdan keyin umumiy xarajatlaringizning 20% mana shu o'rnatuvchi tashkilot kompaniyaga o'tkazib beriladi, ya'ni 20% summada arzonroq quyosh elektransiya qo'ydirishingiz mumkin. Umumiy 10 kilovat quyosh elektransiya misolida olsak, umumiy stansiyaning podключ narxi 46 million so'm bo'lsa, siz to'laydigan summa 36 million 800 ming so'mni tashkil qiladi. Bundan ortiqcha hech qanday to'lov qilmaysiz. Agentlik barcha jarayonlar yakunlangandan keyin kompaniyaga 9 million 200 ming so'm miqdordagi to'lovni o'tkazib beradi. Buning uchun ushbu kerakli barcha jarayonlar to'g'ri, aniq qilinishi va kiritilishi lozim. 46 millionlik umumiy 10 kilovat quyosh elektransiya sizga 36 million 800 ming so'mga tushadi. Ariza, ya'ni Energiya samaradorligi milliy agentligi platformasida kimlar bu subsidiya uchun ariza yubora oladi va qanday maqsadlarga siz subsidiya olishingiz mumkin? Energiya samaradorligi milliy agentligining talabiga ko'ra, ushbu platformada ariza yuboruvchi xonadon egasi bo'lishi kerak yoki uning yaqin qarindoshi bo'lishi kerak yoki ushbu xonadonda doimiy ro'yxatda o'tgan shaxs bo'lishi kerak. Ya'ni siz kadastr hujjati bo'yicha bo'lgan shaxs aynan yuborish shart emas. Subsidiya olish uchun qanday qurilmalarga siz subsidiya olishingiz mumkin? Birinchidan, maishiy isitish qozonlariga, quyosh panellari, bundan tashqari hozirda ommalashayotgan issiqlik nasoslariga ham siz subsidiya olasiz. Subsidiyaning bosqichlarini ko'rib o'tamiz. Videoni shu yergacha ko'rayotgan bo'lsangiz, albatta like bosishni unutmang. Subsidiya asosida quyosh elektransiya o'rnatmoqchi bo'lgan tanishlaringizga ushbu videoni jo'natib qo'yishni unutmang. Subsidiya bosqichlari quyidagicha: platformaga kirish. Mana shu platformaga kirib, OneID profili bo'lishi kerak yoki elektron imzo kaliti bo'lishi lozim. Bular orqali siz kirib, esma.uz platformasi ro'yxatdan o'tasiz. Ikkinchi bosqichda xonadoningizga necha kilovatli quyosh elektransiya o'rnatasiz. Agentlik tomonidan maxsus auditorlar guruhi bor. Ushbu auditorlar guruhi sizning xonadoningizni o'rganib chiqib, mavjud texnikalardan kelib chiqib, umumiy xonadondagi elektr iste'molini aniqlaydi va shunga asosan sizga tavsiya beradi, ya'ni tavsiya xulosasi, auditorlik xulosasi asosida subsidiyaga yo'naltiriladi. Siz xonadoningizga 50 kilovatli quyosh elektransiya o'rnata olmaysiz agar auditor bunga ruxsat bermasa, ya'ni xulosa bermasa. Shuning uchun ushbu bosqich juda ham muhim. Platformada ro'yxatdan o'tganingizdan keyin auditor so'rovi birinchi navbatda jo'natiladi va shu asosida auditor xulosani platformaga yuklaydi. Platformaning mas'ul shaxslari ushbu xulosalardan kelib chiqib, tavsiyaviy quyosh elektransiya
o'rnatish bo'yicha kilovatni chiqaradi. 5 kilovat yoki 10 kilovat yoki 15 yoki 20, ba'zan 30 kilovat quyosh elektr o'rnatishga ham xulosa berilishi mumkin. Albatta bu iste'moldan kelib chiqib. Deylik sizga 10 kilovatlik quyosh elektr uchun xulosa berdi. Siz keyingi bosqichda mana shu xulosaga asosan agentlik tomonidan reyestrga kirgan kompaniyalarni tanlaysiz, kompaniyalar taklifi bilan tanishasiz, qanchaga baholagan lotlarni ko'rib chiqasiz. Mana ekranlaringizda lotlar bahosi, kompaniyalar ko'rinib turibdi. Biz ham, ya'ni Flex Energy ham mana shu reyestrda bormiz. Sizga ma'qul kompaniyaning ma'qul takliflarini o'rganib chiqasiz. Ya'ni quyosh paneli qanday, qancha kafolat, inverteri qanaqa, qancha kafolat va umumiy quyosh elektr karkasi qanaqa shaklda, qora metal yoki atsinkon yoki alyumin. Mana shularni o'zingizga ma'qul lotni tanlaysiz va lot qo'shish, ya'ni tanlash tugmasini bosasiz. Va kerakli lotni tanlaganingizdan keyin 24 soat ichida ma'lum kompaniya bundan arzonroq taklif bersa, siz mana shu taklifni ko'rib chiqish imkoniyatiga egasiz. Lekin albatta birinchi o'rinda tanlagan lot bo'yicha kompaniya bilan oldin kelishing. Qachon kelasan, aniq o'rnatasan, qanday mahsulotlardan foydalanasan, servising qanaqa. Mana shularga ham oldindan kelishib keyin lot tanlashni tavsiya beramiz. Ma'qul kompaniya mahsuloti, ya'ni lot tanlandi. Undan keyin nima bo'ladi? Lot tugagandan keyin taklif bergan kompaniya sizga quyosh elektr o'rnatish bo'yicha siz bilan avtomatik shartnomani shakllantiradi. Ushbu shartnoma Energiya samolyotlar milliy agentligi tomonidan maxsus shaklda bo'ladi va kerakli talablar asosida quyosh elektr o'rnatish kerak. Ushbu shartnomani asosiy bandlariga e'tibor bersangiz, mana ekranlaringizda ko'rinib turibdi. Odatiy siz subsidiyasiz quyosh elektr o'rnatgandan ko'ra, mana shu subsidiyali quyosh elektr o'rnatsangiz, kompaniyalarga yuqori talab qo'yilgan. Misol uchun oddiy quyosh elektr karkasini o'ziga kamida 20 yil kafolat so'ralyapti. Shartnoma bo'yicha banklarga borib, maxsus Energiya samolyotlar milliy agentligining hisob raqamiga to'lovni o'tkazasiz. Ya'ni siz boshida platformada ro'yxatdan o'tdingiz va bu yerda avtomatik hisob raqami shakllanadi. Ya'ni mana shu platformada sizning hisob raqamingiz bo'ladi, avtomatik shakllanadi bu. Siz to'laydigan summa ham mana shu hisob raqamiga tushadi. O'rnatuvchi kompaniyaning hisob raqamiga emas, agentlik tomonidan biriktirilgan hisob raqamiga tushadi. Shartnoma bo'yicha to'lovni amalga oshirasiz. 36 million 800 ming so'm deylik to'lov qildingiz. O'tkazilgan 36 million 800 ming so'm pul kompaniyaning Energiya samolyotlar milliy agentligi platformasidagi hisob raqamida blokka olinadi. Qachonki kompaniya quyosh elektr o'rnatib ishlarni yakunlangandan keyin shartnoma bo'yicha umumiy qilingan ishlar bo'yicha dalolatnoma tuziladi. Dalolatnoma shaklini ekranlaringizda ko'rib turibsiz. Dalolatnomada qilingan ishlar to'g'risida o'rnatilgan oddiy invertorning seriya raqami ham kiritiladi. Necha kilovat quyosh paneli o'rnatildi, invertorning seriya kodi, mahsulot raqami, umumiy kilovati o'rnatuvchi kompaniya tomonidan dalolatnoma asosida shakllantiriladi. Birorta jihat ma'qul kelmasa, aytaylik, sifatsiz elementni qo'yib ketishdi. Bunday holatda dalolatnomani imzolamasdan turib, mana shu sizga yoqmaydigan elementni almashtirish imkoniyati ham bor. Ya'ni talabingiz asosida almashtiradi yoki shartnoma bo'yicha hamma mahsulotni qo'yadi. Ana undan keyin dalolatnomani imzolasangiz bo'ladi. Dalolatnoma imzolangandan keyin sizning xonadoningizga borib auditorlik xulosasini bergan auditor ham dalolatnomani o'rganib chiqib tasdiqlashi lozim. Auditor birorta jihatda kamchilik ko'rsa, kompaniyaga xabar beradi va kompaniya to'g'rilagandan keyin dalolatnomaga imzo qo'yadi. 3 ta tomonidan imzolangan dalolatnoma platformaga yuklanadi. Platformadan agentlikning bosh bo'limiga yuboriladi va agentlikning bosh bo'limi dalolatnomani o'rganib chiqib, tasdiqlagandan keyin siz to'lagan 36 million 800 ming so'm pul kompaniyaning asosiy hisob raqamiga o'tadi. Bundan keyin mahallangizdagi hokim yordamchilari bor. Hokim yordamchilari onlayn mahalla platformasi orqali qilingan ishlar bo'yicha ular ham dalolatnoma berish kerak, imzolash kerak, ya'ni tasdiqlash kerak. Siz haqiqatan ham mana shu kadastr bo'yicha xonadonga quyosh paneli o'rnatdingizmi? Bu haqda hokim yordamchisi ma'lumot berishi kerak. Hokim yordamchisi xonadonga borib tasdiqlasa, ana undan keyin 7 kun ish kunida o'rnatuvchi kompaniyaga siz to'lagan 36 million 800 mingdan tashqari, ya'ni 9 million 200 ming so'm pul 20% subsidiya o'tkazib beriladi. Mana shu jarayonda sizning auditorga to'lagan pulingiz ham plastik kartangizga avtomatik qaytarib beriladi. Mana umumiy jarayonlarni ko'rib chiqdik. Biroz cho'zilgan bo'lsa-da, men subsidiya asosida quyosh elektr o'rnatish bosqichlarini umumiy xulosasini ko'z oldingizda shakllantirdim deb o'ylayman. Keyingi bosqichda, keyingi videoda biz platformaga kirish, ro'yxatdan o'tish,
auditorlik so'rovini yuborish va auditor xulosasini olish to'g'risida gaplashamiz. Agar siz 20% subsidiya asosida quyosh stansiyasi o'rnatmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Hozirda 100 dan ortiq mijozlarimizga butun O'zbekiston bo'ylab quyosh stansiyani umumiy xarajatlarning 20% ni subsidiya asosida qoplash bo'yicha o'rnatib beryapmiz, ishga tushirib beryapmiz, servislarni ko'rsatyapmiz. Mana anomal sharoitda ko'plab obyektlarda, boshqa kompaniyalarda ham ba'zi muammolar yuzaga kelyapti. Buni tezkorlik bilan biz servis ko'rsatib, to'g'rilayapmiz, to'g'rilashga harakat qilyapmiz. Shuning uchun sizga ishonchli va sifatli mahsulotlar bilan quyosh stansiyasi o'rnatish kerak bo'lsa va eng muhimi 20% subsidiya asosida quyosh stansiyasi o'rnatish kerak bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang. Agar siz 20% subsidiya asosida quyosh stansiyasi o'rnatmoqchi bo'lsangiz va bu haqida savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.